tajribamda olamdan o'tgani bo'lmaganu, lekin ozgina qolgan, qaytarib qo'yganmiz. Bitta bemorni tishini olganman, u tishlari yiringlagan bo'lgan, ketgan shu bilan bemor. Oradan taxminan 1 oy, 1,5 oymi, 2 oy ancha vaqt o'tib ketgan. U bemor esimdan ham chiqib ketgan edi. Yosh kelinchak edi. Qaynonasi telefon qilib, ishlab o'tirgan paytim, "Jasur, nima qilib qo'yding? Mazasi yo'q, ishib ketdi. Biz qulog'i deb o'ylabmiz, tomog'i deb o'ylabmiz. Biz lorga borib yuribmiz. Lor vrach dorilar yozib berdi, o'sha dorilarni ko'rsatib yuribmiz. Tomog'igacha o'tib ketgan, tomoqlari ishib ketgan" deganda, men qo'rqib ketganman o'shanda. Yiring tomoqqa, ko'krak qafasiga o'tib ketdimikan deb qo'rqib uylariga borganman. O'sha zahoti ishni tashlab, ular o'zbek filmida mahallada turishardi, hovlida. U payt havo salqin edi. Borganimda qarasam, uyga kirib, hali kelin ko'chada, ko'cha sovuq, yomg'ir yoqqan, loy, tandirda non yopib yuribdi. Hayron qoldim. Yotib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylab qarasam, tandirda non yopib yuribdi, lekin jag'lari ishgan. Ko'rdimda sirazi to'xtatib, bunaqa qilish mumkin emas. Tish olingan, o'zini asrash kerak edi, tapishkalarda yuribdi, sovuq o'tish kerak emas edi. Tun bo'lgan issiqqa boshini tiqyapti tandirga. Issiq yeringni ko'paytirib yuboradi, yana ham ko'paytirib, kuchaytirib yuboradi. Qaradim, ko'rdim, jag'i tomoqdagi ishgan. Darrov olib tez yordam neatloshka deyiladi, Chilonzordagi neatloshkaga olib borib ko'rsatib, diagnoz qo'yganmiz. O'shanda ustozlar bor edi, yo'qda ham chelist-lisoy xirurglar ko'rib, flegmona, jag' osti, jag' orti flegmonasi bo'lgan bu bemorda deb, yotqizmasak bo'lmaydi, operatsiya qilishimiz kerak, kesishimiz kerak. Shunda o'sha bemorni o'zim uylariga borib olib, o'zim olib borib yotqizib, o'sha amaliyotni bajarib, o'sha insonni, o'sha ayolni balki saqlab qolganman desam endi xato bo'lar. Yomon bir xavfni oldini olganmiz. Ishda yiringlashi bilan kechgan jarayon mana shunaqa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Men yosh kelinchak edi. Bolalari, farzandlari hali yosh edi, kichkina edi. Talabalik davrida 4-kursimda bo'lgan. Shundan keyin o'zimga o'zim va'da berganman, boshqa tish olmayman deb qo'lim ko'targanman.